Efendim, qaytib keldingizmi? Efendim, qaytib kelibsiz-de. Efendim, bek faziletli kişi-mi? Bir necha kun ilgari men u kishiga asala kirib barsam, aqli unimidi. Keyinchi? Shundoq bo'lsa-mu, uni qoldirib qo'yib inib chiqdim. Nayt yaxshi qilibsan. Kapi, bugun kampga berib qo'naylik. Ma'qul. Ay, qorong'i tushib ketdi-ku. Yomg'ir yog'adiga o'xshaydi. Abla, aybdan hilib ketadigan bo'ldi. Kapi, bir amal qilmansa. Ma'qul. Kunlik aylan. Men uchib ketdim. Tezroq. Sen shundoq qilsan, Kapi. Kechirgin, men rostini tutganman. Yomg'ir! Siz daldildinglar! Efendim, yağmur bek qattiq yig'ib ketdi. Tezroq birer yerda daldilni biling. Kerak yo'q. Faziletli kishilar bir ish qidish kelsa, zodila tantirab ketmaydi. Voy jon, voy. Vah! Yağben begim yiqilib tushimi, voyjon demaydi ekan, ha? Shu emasmi? Biz bu saççı diye maylı qilatdik. Liang ben begim bo'lish undaq oson emas. Liang ben begim yaraydi mu? Liang ben obro'yini dinidan iz ko'rdi. Yang ben istini bek saqlaydi ekan, bo'ladi ekan-jimi? Başta oxken to'lab ketdim. So'kamdan qolgan o'xshayman. Dal vaqtim keldi-la. Kirmamsizlar. Hayda kiringlar. Hozir darsimizni boshlaymiz. Kangri jahon. Kangri jahon. Paydo qilgan. Paydo qilgan. Kapi, sen bilamsan, mana bu konu maktab. Ular kechikib qopti. Kun maktablarda bu kechikadigan ish bor-ku, ha? Sonsiz inson, poyonsiz yer, sizlar bilan paydo qilgan sonsiz inson. Pichinglar, yana kechikib qopsizlar. Buni qilinglar, javob bersizlar, ha? Sizlar azaldan maktabga vaqtida kelib boqmagandilar. Endi buni qilinglar, javob bersizlar. Bugun nima qilibsizlar? Buni deb kechikib qoldik. Biz baldoq keladigan, lekin og'maqa yo'l. Bo'ldi, so'zlamaylik qo'y. Men xato qilibman, efendim. Bu nimalarni ish qilib bundoq sho'xlik qiladiganda, qachonmi kitob o'qishga ko'ngil qo'ya.
konularda japa tatmoqcha halovat yo'q degan gap bor. Bu tar oqizg'andili baxtga erishgili bo'ladi deganlik. G'ayrat qilish japolik, lekin uning mevasi tatliq. Xuddi asaldek tatliq. Asaldek tatliq, tatliq. Nima ish qilyapsiz, kitobni olmaysizlar? Karijon paydo qilgan mundat yer ham ko'k osmon poyonsiz yer hislat bilan paydo qilgan sonsiz inson Karijon paydo qilgan mundat yer ham ko'k osmon poyonsiz yer hislat bilan Tavri hajat tatliqgina. Boshim taklaman birdan bo'lmasam o'yinga tushib ketadi. Yana bir Osiyo bola shu. Karijon paydo qilgan mundat yer ham ko'k osmon poyonsiz yer hislat bilan Bo'ldi, o'qimanglar. Konular 3 qattiq, 5 ta uzun bo'lish deb degan. Buning birinchisi talab qattiq bo'lish, ikkinchisi bo'ldi. Bugun dars mushakchi bo'lsin. Bo'ldi, shundoq qaytinglar. Agar yana kechiksanglar, qattiq jazolayman. Buning hammasi sizlarning yaxshi bo'lishinglar uchun. Unutib qolmanglar, g'ayratli bo'lish japolik bo'lsa-mu, lekin uning mevasi tatliq, bildinglarmi? Xuddi asaldek tatliq. Efendim yana o'g'irliqcha yasalyapti deyman. Mümkün emas. Efendim degan Liang Baxsoychimi? To'g'ri aytsan. Yo'q, boya u yerga to'kilib ketgan narsani yevatdi. Rosit o'tamsa? Iliq sho'x bolalar ko'rib qolsa toq bo'ladi. O'g'irliqchi marash yaxshi odamlarning ishi emas. Nima ishga kirmaysizlar? Konular 3 qattiq, 5 ta uzun bo'lish deb degan. Efendim o'g'irliqcha yasalingiz qandoq bo'ladi? Qolaymi qol so'zlama, jazolaydi-chi Bobika? G'alat ish u emas. Nima deyapsa? Sizlar nima ishga qaytib kirdinglar? Biz sinfni tozlaylik degan toq. Yaxshi bolalar, rostli yaxshi bolalar. Konular kunda bir yaxshi ish qilmasa, gelidan tomoqmi o'tmaydigan bo'lish kerak deb degan. Konular yana ishni o'zidan boshlash kerak deb degan. Bu degani faqat o'zini boshqara olgandilar, davlatning cho'ng ishlarini boshqara oladi, o deganlik. Ha? Efendim, ovi ko'zitki nima, ha? Bu degan zahar yesanglar o'lib qolasizlar. Zahar? Nima degan qo'rqinchliq? Sizlar doim mardlarning qanday o'lish kerakligini o'ylab qo'yishinglar kerak. O'g'il bola degan vatan uchun jinini pido qilish kerak. O'limning qimmati bo'lmasa bo'lmaydi. Sizlar nima ish qo'yadigan qilib turasizlar, ha? Efendim öyle mi? Nima bo'ldi? Nima deb qolaymi qavol quraysan? Qo'shni kentdagi cho'bigim sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan. Uning nima ishi bor ekan?
Sizlardan so'raydigan bir maslahati bor ekan. Men hozirlik qaytib kelaman. Sizlar silimni obdan tozalab turinglar. Pokizroq tozalanglar. Qaytib kelib yana tekshiraman jimo. Pokizroq tozalanglar. Mana buncha tikil o'ylab nima qilsizlar? O'zing tergan bola bu qaqshima. Ahmaq. Kim seni efendimni gumonlansin debdi. Xo'p bo'ldi. Ha? Deganlarim rost, o rostmi asal? Ay, bo'lmaydi. Efendim o yerdagi narsalarga chek qilma degan. Ben topdim, o rostmi hasalkan. Qara. Titib baqa. Og'zingni ocha. Bek tatlıkken. Vay can, kötüremeye kaldım. Vay can, bek yığırken. Vay can, vay. Yemeğla, amala değme. Vay. İnsanlar ölüsler, ben sizlerinin ölüp geçişine karab duramayım. Yemeğla, boldu kılınla yemeğla, efendim yemeğla degen. Yemeğla değme. Bek tatlıken, sen mi yap baqa? Yok, mine ölgüm yok. Tügep durmuşum iken. Sizler ölmüdünler o? Rosla Hasanken, efendimizi aldap koyup da, Rosla Hasan. Lekin sizler ölüp kalsanlar kandak kılımız. O çağda efendim palak bilen bizni vurdu. Ben sizi yemeğime diyendim. Sen yedigeç ki yedim. Ölüp kalsam kandak kılımız. Sen değil mi kımakçı? Sen değil mi kımakçı? Bıçak baba benimle yaş kırgan etsin. Ben yemedim. Kutkuzola, ben yemedim. Kutkuzola. Ey, neymiş bu konuda ha? Berib qarab baqaylik. Senin gözlerine kadar kılıma. Vay canım babam, sen öyle ki sana kadar kılama. Babam, aklıma kadar kılama. Meni siyoqdim. Meni siyoqdim. Meni siyoqdim. Buni sen qilding. Shundaqmi? Buni sen yevatdingmi? Men sizni tazg'icha siyoqto'zni chekib qo'ydim. Siz uni zahar deganligingiz uchun men yegatdim. Lekin to'yqucha o'lmayaptiman. Men o'lishga tegishli. Meni o'ring. Mana yavasam o'lmadim. Sen hemen yevatdingmi? Shunda qanday yavatdim. Lekin to'yqucha o'lmadim. Bo'ldi, sen tek kichik, o'lsang qandoq bo'ladi?
Paşa kichik, men ozroq ep qo'ygan bo'lsa bo'ptikin. Ajab topdikin. Efendinin kulişini ma'lum maqsad bağıdayım ha? Ha, o endi haqiqatan bo'ldi. Bugun ajab ko'ngilli bo'ldi. Ma'ali, ha?